Assalomu alaykum. Meni ismim Karimjon. Namangan viloyat Toshbuloq tumanidanman. Hop. Men bu yerga Namangan shahar Oydin Shifo tabobat markaziga keldim. Meni qiynayotgan bir ikkita muammolar bilan doktorlarga uchradik. Hop, menda jigar yog' bosishi, yana artrit bor edi oyog'imda. Hop, shu tabiiy muolajalarni olib, shu eshitib keluvdik. Hop, oldik mana bugun tugaydi. Oxirgi kunimiz, xudo xolasa, belarning naqasida hamma narsasi tabiiy ekan. Shu ukorlardan o'zi zerikkan edim. Shu o'zi asli qo'rqardim ukordan. Mana shu antibiotiklardan, boshqadan shu niyat qilib yurardim. Shu qani bir tabiiy davolansam deb, Alloh yetkazdi mana shu tabobat markaziga kelib maslahatlashib, bular bilan doktorlar bilan mana shu artrit, yallig'lanishlarga qarshi mana tabiiy narsalar, arilarni chaqtirdik. 10 kun davomida vannalar, har xil giyohlarni tayyorlab berishar ekan. Giyohlarni shu mahalla ichdik, yaxshi bo'ldi, tozalovlar bo'ldi. Hop, o'zimni juda zo'r his qilyapman. Mana oyog'im ham yaxshi, xudo xolasa. Hop, bu haliga shikoyat qiladigan joyda qolmadi. Hop, yana nima desam bo'ladi? Shu Oydin Shifo markazida, shu tabobatda kelib davolanishinglarni ham sizlarga tavsiya qilaman. Men o'zim ancha yildan bor qiynalib yurardim. Men antibiotik olardim. 5-10 kun yaxshi bo'lardi, yo bunaqasi bo'lmas. O'zi zerikkandim. Aytib o'tdim yuqorida, qo'rqardim ham o'zim. Miyamga juda ta'sir qilardi. Keyin bu yerda giyohlari juda asabni tinchlantiradigan, hamma zo'r bo'ldi. O'zim ayolim bilan farzandlarimiz bilan keldik bu yerga. Sharoitlari ham zo'r. Hamma narsa yaxshi. Fizioterapiyalar ham 24 xil fizioterapiyalar bor ekan. Men hali bir shu yoshga kirib ko'rmagandim bunaqa fizioterapiyalarni. Yaxshi. Allohga shukr, hammasi Allohdan. Mana shu doktorlarning maslahati bilan boshqa bo'lib, mana ayolim ham juda zo'r holatga keldi. O'zim ham juda o'zimni yengil his qilyapman. Tozalovlardan keyin odam o'zini juda yengil his qilar ekan. Parhez taomlar a'lo darajada. Hop, qarashlari ham yaxshi. Har doim mana shu holimizdan xabar olib, shu uxlamasdan ham qarashdi-da bizga. Men juda xursandman. Juda zo'r bo'ldi. O'zimizni oldimizga oilamiz bilan niyat qildik. Mana shu endi antibiotiklardan chiqib, hop, har yiliga endi o'zimiz oldimizga bir maqsad qilib ko'rdik. Har yiliga bir shu yerga kelib davolanishni niyat qildik. Oilaviy unaqa luks palatalari ham bor. Biz ham luks palataga yotdik. Sharoitlari zo'r. Menga eng yoqqan tarafi ham shu ari chaqtirishlari. Men oldin qo'rqardim aridan, yo'q, unchalik emas ekan. Ari shu birinchi chaqqanda boshqada o'zingizni yengil his qilib, maza qilib undan keyin vannalarga tushsangiz, giyohli vannalarni tayyorlab berishar ekan. Hop, u vanna ham juda yoqar ekanda odamga. Shu zo'r ta'sir qildi. Xudo xolasa hammasi joyida. Katta rahmat sizlarga.